Hindistonda maktab farovonligi uchun maktab o'quvchisi qurbon bo'ldi. Hindiston politsiyasi maktab egasi va uning direktori va ikkita o'qituvchini qotillikda ayblab hibsga oldi. Bu dahshatli voqea 27-sentyabr kuni Hindistonning Uttar Pradesh shtatida DL Public School maktabida bo'lib o'tadi. Maktabning egasi maktab direktorini va ikkita o'qituvchini chaqirib, maktabning ishi yaxshilanib ketishi uchun, moliyaviy ahvoli o'nglanib ketishi uchun qurbonlik marosim o'tkazish kerak deb aytib o'tadi. Va bu eng dahshatli va jirkanchli maqsad uchun afsuslar bo'lsinki, 2-sinf o'quvchisi tanlab olinadi. Maktabning yotoqxonasiga ikkita o'qituvchi tungi paytda bostirib kiradi va unda uxlab yotgan 2-sinf o'quvchisini o'g'irlab ketishadi. Bola cho'chigandan uyg'onib ketadi va baqirishni boshlaydi. Bolani maktabdan uzoqroq joyga olib borib, bo'g'ib o'ldirishadi va bolaning otasiga qo'ng'iroq qilib, sizning bolangiz kasal bo'lganligi uchun kasalxonaga yotqizildi va u yerda jon taslim qildi deb aytib o'tishadi. Bolaning otasi oxirigacha uning farzandi kasalxonada vafot etdi deb o'ylaydi. Hozirda politsiya maktab egasi, direktor va ikkita o'qituvchini hibsga olgan. Tergov ishlari olib borilmoqda.